Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli yo'nalish bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ya'ni yomg'ir yog'ishini videoga olib, mana shu video orqali YouTube kanalidan oyiga 10-15 ming dollar pul ishlashni yo'lini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Ha, adashmadingiz. Men sizlarga tasavvur qilib bo'lmas yo'nalishlardan tasavvur qilib bo'lmas darajada katta pul ishlash yo'llarini o'rgatib boraman. Shuning uchun kanaldan uzoqlashmanglar. Xudo xohlasa men sizlarga 100 ta mana shunaqangi yo'nalishda obzor qilib, qanaqa video qilish kerak, nima qilish kerak, hammasini tushuntirib o'taman. Ko'p gapni cho'zmayman, asosiy maqsadga ko'chamiz. Bizda shunaqangi yo'nalish bor YouTube'da. Yomg'ir yog'ishini videoga olib, mana shuni kanalga qo'yib pul ishlasangiz bo'ladi. Kanallarni obzor qilishda boshlayman. Birinchi kanalimiz nomini yozib oling. Lukasta deb nomlanar ekan. Obunachilari 1 milliontadan ko'proq, 875 ta videosi bor ekan. Videolar nima? Oddiygina yomg'ir yog'ishi, chaqmoq chaqishi, shunaqa videolarni o'zini kanaliga qo'yib boradi. Va buni orqasidan oyiga 10-15 ming dollardan ko'proq pul ishlaydi. Xo'p, bu qanday qilib ishlashini men sizlarga tushuntirib beraman. Eng ko'p ko'rilgan videosiga kiraylik. 33 million ko'rilgan. 3 yil oldin qo'ygan videosi, keyin 20 million, 19 million, 9 million 8. Bular qanaqa video? Men sizlarga hozir bir ikkita videosiga kirib ko'rsatib, o'shani obzor qilib beraman. Birinchi videoga kiraylik. Masalan, mana bu 33 million prosmotr yiqqan videoga kirsak. Kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, oddiygina yomg'ir yog'ishi, qanaqadir tomni videoga olyapti, yomg'ir yog'yapti, ovoz bor, yomg'irda ovozi bor. Shuni 3 soatlik video qilib o'zini kanaliga qo'yib qo'ygan. Kadr almashmaydi, ya'ni boshidan oxirigacha bitta kadr. Mana shu. Ko'ryapsizlar? 3 soatni oxirigacha qo'ysangiz ham bitta mana shu kadr. Oxiriga boraylik. Bitta mana shu narsani qaytarib qo'ygan. Tushundingizmi? Keyingi videosini ko'ramiz. Eng mashhurlariga o'taylik. Keyingi videosi mana bu. Xo'p, oddiy ko'cha, yomg'ir yog'yapti. Hozir o'zimizda ham yomg'ir yog'yapti. Shu ko'chani videoga olib, ovozini qo'yib, yoki o'zini ovozi yoki qaydandir ovoz qo'ygan bo'lishi mumkin. Yaxshiroq ovoz, ortiqcha shovqini yo'q, faqat yomg'irda ovozi bo'lgan ovoz, chaqmoq bo'lishi mumkin, shamolda ovozi bo'lishi mumkin, qo'shimcha shunaqa ovozni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin videosini orqasiga. Hop, umumiy planda bitta joyda video turibdi, yomg'ir yog'yapti, ovozi bor. Buni ham o'tkazadigan bo'lsangiz, hech qanaqangi harakat yo'q. Oxirigacha o'tkazsangiz ham bir xil video. Qolgan videolar ham xuddi shunaqa. Bitta joyda kamera turadi, u joyda yomg'ir yog'ayotgan bo'ldi. O'sha narsani 3 soat qilib kanalga yuklab boradi. Masalan, kecha qo'ygan videosi 8400 ta ko'rilgan. 3 kun oldin qo'ygani 11 ming, 18 ming, 14 ming. Bunaqa kanallar asosan jonli efir orqali yaxshi pul ishlashadi. Nima sababdan odamlar bunaqa kanalni ko'rishini tushuntirib beraman. O'zimizda bu narsa rivojlanmagan, lekin chet davlatlarda odamlar uxlashdan oldin mana shunaqangi relax deydi buni, shunaqangi olov yonishinimi yoki yomg'ir yog'ishinimi, shamoldimi, chaqmoqdimi ovozini eshitib uxlashni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ular mana shu videoni qo'yib uxlashadi. Buni YouTube 3 soat, 4 soat, 10 soatlab qo'yib qo'ygandan keyin bu videolarni o'tkazmasdan o'sha odamlar ko'rgan hisoblanadi. YouTube bunaqa videolarni prosmotrini juda zo'r ko'tarib beradi va bunaqa videolar juda ham zo'r pul ishlab topadi. Ayniqsa jonli efirlari zo'r ko'riladi. Umumiy hisobda videolar mana shunaqangi bo'ladi. Birinchi kanalda obzor qilib berdim. Videolar pashti bir xil ko'ryapsizlar. Qayerdadir videoga olgan. Bunaqa video bo'lishi ham shart emas. Siz sun'iy intellekt bilan buni yasasangiz bo'ladi. Masalan, men sizlarga misol sifatida bitta rasm yasatib qo'yganman. Buni sun'iy intellekt yasab bergan. Mana shu rasmni shunchaki o'zingizni kopiya qilib olib, video qiladigan saytga tashlab, videoni ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, bu jivoyda ko'rinmaydi, lekin eplasangiz bo'ladi. Xuddi jivoyda video qilib beradigan sun'iy intellektlar bor. Prosta tak men sizlarga ko'rsatib berish uchun qilyapman mana. Mana buni sun'iy intellekt qilib bergan. Rasm yaxshiroq bo'lsa, yaxshiroq prompt bo'ladigan bo'lsa, jivoyga o'xshab chiqadi. Men sun'iy intellekt orqali hozir 4 ta rasm yasatganman. O'shan bittasiga hozir video yasatib qo'yganman. Ko'ryapsizlar? Tekin videolarni qayerda olishni ham o'rgatib o'taman. Sun'iy intellekt bilan ham qilsangiz bo'ladi demoqchiman. Agar siz tropik davlatlarda yashaydigan bo'lsangiz, sizda ko'p yomg'ir yog'adigan bo'lsa, sizga zo'r tavsiya mana shunaqangi videolarni o'zingizning joyingizda olib,
montaj qilib 3 soat, 10 soat qilib kanalga yuklab boradigan bo'lsangiz, sizda ham yaxshi natijalar bo'ladi. Birinchi kanalni ko'rdik, ikkinchi kanalga o'tamiz. Ikkinchi kanal ham xuddi shunaqa. Eng ko'p prosmotr yoqqan videosi 106 million. Xo'p, bitta videosiga kirib ko'ramiz. Bu ham xuddi shunaqa qilgan. Xona ichidan tashqarida yomg'ir yog'ayotganini aks etgan lavha. Yomg'irda ovozi bor. Sal o'tkazamiz. Mana. Qancha video davom etsa ham o'zgarmaydi kadr. Bir xil narsa turaveradi. Ko'ryapsizlar, 8 soatlik, 9 soatlik, 10 soatlik videolar qilar ekan. Oddiy mana mashinani ichida yomg'ir yog'ishini videoga olib o'tiribdi. Masalan, mana bunaqangi video qilish hammani qo'ldan kelsa kerak. Kamerani bitta joyga qo'yib qo'yasiz, yomg'ir yog'ayotganini videoga olasiz va ovozni yaxshiroq qilib qo'yasiz. O'shani soatini masalan 9 soat, 10 soat qilib YouTube kanalingizga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Sizdan talab qilinadigan ish mana shu. Qarabsizki, shunaqa videolar qilaversangiz 2-3 oydan keyin soqqan tayda qolib ketasiz. O'z bunaqa kanallar asosan jonli efir orqali zo'r pul ishlashadi. Sababi jonli efirlari ko'proq rekomendatsiya bo'ladi, ko'proq ko'riladi. Bu kanal ham bir 10 taga yaqin jonli efir boshlab qo'ygan ekan. Mana 1400 ta ko'rilib bir vaqtda o'zida. Xo'p, 200 ta, 200 ta, 400 ta, 100 ta, 100 ta zo'r ko'rilyapti. Bundan-da zo'r ko'rilayotgan jonli efir kanallari bor. Xo'p, bu ikkinchi kanalimizda, uchinchi kanalni ko'rsataman men sizlarga. Uchinchi kanal ham xuddi shunaqa video qiladi. Bitta videosini kiramiz. Masalan, 95 million ko'rilgan ekan mana shu videosi. 95 million. Oddiygina ish qilgan. Shunchaki tabiatda yomg'ir yog'ayotganini videoga olgan yoki o'zi qo'lda yasagan. Buni After Effects'ni biladiganlar ham yasab o'zi qo'yib qo'yishlari mumkin. After Effects'ni bilmaydiganlar, boshqa narsalarni sun'iy intellektni bilmaydiganlar uchun men sizlarga qayerdan videoni olib, qanaqa ovoz qo'yib, oddiy ishlash yo'lini ham o'rgatib o'taman videoni ko'rsangiz. Xo'p, keyin kanalga o'tamiz. Bu kanalda ko'rishingiz mumkin. Oddiygina yomg'ir yog'ishini olib, faqat bu juda ham uzun qo'yar ekan soatini. Ko'ryapsizlar, 48 soat qo'yib qo'ygan. Videolar pashti hammasi bir xil. Ko'ryapsizlar-a? Bitta ichiga kiradigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana oddiy yomg'ir yog'ishini olib qo'ygan. O'rmon ham shart emas, hech nima shart emas. Yerda o'zini shunchaki olgan. Mana, kadr o'zgarmaydi. Bir xil kadr turadi. Xo'p, jonli efirga kiraylik buni. Jonli efirlarni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r ko'rilyapti. Masalan, 5300 bir vaqtda o'zida hozir 5300 ta odam mana shu jonli efirni ko'ryapti. Ikkinchisini 3300 ta odam. Juda ham zo'r ko'rsatkich. Keyingisini 1500 ta, 4000 ta. Juda ham zo'r ko'rar ekan buni jonli efirlarini. Siz ham mana shunaqa qilib jonli efir qilib kanaldan pul ishlasangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga 5-6 ta yomg'ir yog'ishini videoga olib kanalga qo'yib pul ishlaydiganlarni 5-6 tasini ko'rsatdim. Kanallarning nomini ko'rdingiz. YouTube'ga relaxing rain deb yozadigan bo'lsangiz, inglizchalab, ya'ni shu yomg'ir yog'ishini ovoz deb yozsangiz ham tarjima qilib, agar inglizcha bilmasangiz, o'shani qidiruvga bersangiz, shunaqa kanallar kelib chiqadi. Siz uni ko'rasiz, analiz qilasiz, qanaqa video qilyapti, qanaqa ovoz qo'yapti, qanaqa ijod qilyapti, qancha video qo'yapti, soat nechida qo'yapti, vaqti qanaqa, hammasini o'zingiz to'liq analiz qilib chiqasiz. Men sizlarga yo'nalish ko'rsatyapman. Shunaqa yo'nalish orqali shunaqa pul ishlasa bo'ladi deb. Prosmotorlarni ko'ryapsizlar, jonli efirning prosmotorlarini ko'ryapsizlar. Jonli efir bilan qanaqa qilib pul ishlashni men sizlarga oldin ham aytib o'tgan edim. Juda ham imkoniyat ko'p. YouTube'da xohlagan yo'nalishingizda xohlagancha pul ishlashingiz mumkin. Faqat bu sizda o'sha ijod qilishingiz, o'sha narsani to'g'ri yondashishingizga bog'liq. Xo'p, men sizlarga endi mana shunaqa videolar qilish uchun materialni qayerdan bepulga olishni ko'rsatib o'taman. Telegram kanalimga kirsanglar, men sizlarga mana shu saytlarning linkini tashlab qo'yaman. Video ostida Telegram kanalim bo'ladi. O'sha yerga batafsil yozib, qanaqa ishlatishni ko'rsatib qo'ygan bo'laman. Masalan, birinchi saytga kiradigan bo'lsak, bu joyda tekinga videolarni ko'chirib olsangiz bo'ladi. Qidiruvga nima yozasiz? Rain deb yozasiz, yomg'ir degani, qidiruvda bosasiz. Bu joyda bir qancha yomg'irda videolarni chiqarib beradi. Bulardan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana, ko'rishingiz mumkin. Bularni qanaqa ko'chirib olasiz? Oddiygina qaysidir video yoqdimi? Xo'p, masalan, birortasini tanlaylik. Yaxshiroq video. Mana bu. Mana bu yerda ko'chirish bor. Bitta bosasiz, bu ko'chiradi. Mana. Videoni ko'chiryapti. Ko'ryapsiz-a? Ko'chirib olib, montaj dasturiga tashlab, montaj qilib, vaqtini ketma-ket qo'yib, uzaytirib,
videoni render qilib kanalga yuklashingiz mumkin. Bu joyda faqat videolarning o'zi bo'ladi, ovoz bo'lmaydi. Ovozni qayerda topishni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi saytida, ikkinchi saytga kiramiz. Agar u joydan yaxshi video topolmasangiz, bu joyga shunchaki qidiruvga yana Ryan deb yozasiz, qidiruvni berasiz. Bu joyda ham bir qancha videolar kelib chiqadi. Bularni o'zingizga yoqqanini, masalan, mana o'rmonda yomg'ir yog'ishini ko'rishingiz mumkin. Shuni shunchaki download qilib yuklab olasiz. Buni ham mana ko'chiryapti. Birinchi videomiz ko'chir bo'ldi. Buni ham mana ko'chiryapti. 20 sekundda ko'chir bo'lar ekan. Shunaqa videolarni yuklab olaverasiz, o'zingizga keragini topib. Agar bundan ham topolmasangiz, lekin videolar juda ham ko'p, bemalol topsangiz bo'ladi. Bu joyda 3700 ta video chiqdi deyapti. 3700 ta videodan sizga yoqadigan bir 30 ta video chiqsa kerak. Agar bundan ham topolmasangiz, sizlarga mana sovg'asiga 3-saytni beraman. Bunga ham yana Ryan deb yozib qidiruv berasiz. Bu joyda ham bir qancha videolar kelib chiqadi. Buni ham boynakidek ko'chirib olasiz. Ya'ni mana video yoqdimi, shunchaki videoni ustiga kelib turib, chap tugmani bosib, bu joydan videoni saqlashni bosadigan bo'lsangiz, videoni ko'chirib oladi. Mana saveni bosaman, video ko'chirish boshlandi mana. Mana 3 ta videoni hozir men ko'chirib oldim. Shunaqa qilib videolarni o'zingiz ko'chirib olishingiz mumkin, o'zingizga yoqqanini. Ovozni qayerdan topaman deganlar uchun mana shu saytning o'zida ovoz qidiruv joyi ham bor. Saytning boshiga qaytamiz. Mana shu saytning o'zidan ham videolarni ham ovozdan topishingiz mumkin. Agar ovozlarni topolmasangiz, muzika qismida ovozlar bo'ladi yoki sound effekt bo'ladi. Sound effektga masalan biz Ryan deb yozamiz. Masalan, mana shu joyga yozganimizdan keyin bizga quyidagicha ovozlarni chiqarib beradi. Masalan, qaysidir yoqadigan bo'lsa, bu joyda mana ko'chirish tugmasini bosib ko'chirib olamiz. Mana ovozni ko'chirdi mana. Ryan sound deb chiqdi. Ko'chirib oldi. Agar bu joydan ovozlar yoqmasa, shunchaki YouTube'ga kirasizda, qidiruvga Ryan sound 10 minut deb qidirasiz. Sizga 10 minutlik yomg'irda ovozi bor videolarni chiqarib beradi. Xohlaganingizda YouTube'da o'zidan ko'chirib olib, o'shani ovozini olib, o'zingizning videongizni orqasiga qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Agar siz mana shunaqa yo'nalish chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, analiz qilishni xohlasangiz, shunchaki qidiruvga kirasiz YouTube'dan, relaxing deb yozib, bu joyga, keyin Ryan deb yozasiz. Bo'ldi. Mana shu yo'nalishdagi sizga kanallarni chiqarib beradi. Masalan, mana bu kanalda hozir jonli efirini 23 mingta odam tomosha qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Bir vaqtda o'zida 23 mingta. O'rtacha mana shunaqangi jonli efirlarni 1000 ta prosmotorga $1 dan beradi YouTube. Buni men oldin ko'p videolarni aytib o'tganman. Shunaqa qilib YouTube'dan qidiruv qilib, o'zingiz mana shu yo'nalishni chuqurroq o'rganib, qanaqa videolar ko'proq ko'rilyapti, o'shalarni o'rganib, men ko'rsatgan saytlarga kirib, shunaqa videolarni topib, ovozni YouTube'da o'zidan olib, ovozga hech qanaqangi narshini bermaydi. Oddiy tabiat ovozi bu, qo'shiq emas hech qanaqangi. O'sha yomg'irda ovozini olib, videoni orqasiga qo'yib, o'shani vaqtini 10 soatmi, 3 soatmi, 4 soatmi qilib qo'yasizda, kanal ochib yuklab boshlaysiz. To'g'ri, boshda ko'tarilmasligi mumkin, lekin buni davomiy qiladigan bo'lsangiz, yaxshi natija bo'ladi. Kanalingiz ozroqgina ko'tarilgandan keyin jonli efir qilib qo'yasiz, sizda ham xudo xolasa mana shunaqangi jonli efirlar prosmotor bo'ladi. Xo'p, jonli efirga to'xtaladigan bo'lsak, jonli efir kanalimga o'tib oldim. Xo'p, bu joyda men jonli efir boshlaganman. Boshlanganiga 1 soat bo'lyapti. Umumiy hisobda 248 mingta prosmotor olgan. Bu Amerikan yo'nalish, BMG Drive degan yo'nalish meni asosiy yo'nalishim. Shu yo'nalishda men jonli efirlar qilaman, oddiy videolar qilaman va mana shuni orqasidan pul ishlab topaman. Hozirning o'zida mana 500 taga yaqin odam mana shu jonli efirimni ko'ryapti va 400 ta like bo'lgan. Sizga shu mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'ling. Yomg'ir yog'ishini videolarni ko'chirish uchun sizga ko'rsatgan saytlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, men Telegram kanalimga saytlarning linkini joylab qo'yaman. Kirib, shu saytlarga kirib, bemalol men ko'rsatganday qilib ishlatib, videolarni ko'chirib olib, ovozlarni ko'chirib olib, videolar qilishingiz mumkin. Hammasini Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalim esa video ostida qoldirib qo'yaman. Hammani kutib qolaman. Albatta qilib ko'ringlar. Juda zo'r yo'nalish, pul juda ham katta, ishlasa bo'ladigan yo'nalish. O'zingizni qiynaydigan darajada yo'nalish emas. Ko'rdingiz, qilish oson. Faqat bunga salgina sabr kerak va buni yo'lini bilish kerak. Men sizlarga yo'lini ko'rsatdim. Shunaqa yo'nalish bor, shunaqa video qilasiz. Videoni mana shu joydan topasiz deb yo'nalishni sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Mehnat qilib pul topish
sizlarda. Albatta amalda bajarasizlar degan umiddaman. Bu mavzu bo'yicha o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.